bolasi uyga ketolmasa payti ertalabdan oldin turgan bo'lsam bolasi qaytishi bo'ldi. Yo'l o'chirib o'tirganimda 15 minut bo'lgan paytda onlayn o'chirib 40 o'rindim tavakkalga parsin joy bor ekan. 15 minut qoldi o'zi yopilishiga. 5 minut ichida harakat qilib onlayn topshirdim. Topshirib bo'lishim bilan 10 minutdan keyin meni chaqirib turdilar. Bugun o'rgana olmasdim. Mana shu brasletlar ham narsalarni bor. Kameraga o'tdi, отпечатkaga o'tdi, meditsinaga o'tdi, hammasini o'tib oldim inshaalloh. Endi bitta patent olishga boraman, bo'ldi, tayyor bo'lsa. Iloji bo'lsa onlayn topshirishga harakat qilinglar. Migratsion sentr programmasi nazorat deyilgan. MMCda bitta gap bilan. Inshaalloh xohlasangiz stilkasini qo'yib qo'yaman YouTube'da kommentariyaga. Onlayn topshirib olsanglar ancha oson bo'ladi. Ham qo'llar o'tirmasa o'chirib kutib, ham o'chirib tez keladi. Например, 15 minut qolgan oldin chiqdim, keyin qaysi xonaga borsam birinchi bo'lib meni chaqiravurishdi. Boraman, mendan oldin kirib ketgan odam chiqib ketadi, staj bilan chaqiradi. Sabab hammasini tez o'tib o'rgandim bugun. Bir kunda o'rganib ketdim. Seni tavsiya qilaman.